Shahzoda opa, isitmani tushirish haqida yana sizga bemorlardan, kuzatuvchilaringizdan savollar kelyapti. Juda ham shu izohlarda ko'p savollarning aksari isitmani tushirish haqida. Keling, bunga yana bir qaytsak, ya'ni tabiiy muolaja haqida to'xtalsak. Bunga men oldingi intervyularimda ham aytib o'tganman. Bu issiq chiqayotganda to uni kutib turish kerak emasda, issiqni chiqishini 38-40 bo'lib ketguncha. Eng yaxshi muolaja o'zimizni rayhon bargi bilan kashnichni bargi. Men oldin ham aytib o'tganman buni. O'zimizni rayhonni barglarini olib qo'yinglar, quritib qo'yinglar. Qishga kerak bo'ladi. Qishda ham masalan shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Issiq chiqyaptimi? Qo'rqmasdan iloji boricha o'sha qancha desam bo'ladi. Maydalangani bo'lsa 1 osh qoshiq, 2 osh qoshiq farqi yo'q. Yarim litrli choynakka damlab qo'ying. 1 soatga damlab o'rab qo'yib kun davomida ichsin. Bu tabiiy antibiotik rayhonni barglari. Issig'i ham tushirib beradi. Hech qanaqangi himdoriga hojat ham qolmaydi. Faqat o'sha katta yosh bo'ladimi, kichik yosh bo'ladimi, sal ahamiyatliroq bo'lish kerak. Boshlanishida bersa 2-3 kun umuman issiq chiqazmaydi. Bular hammasi sinovdan o'tgan. Undan tashqari mana men aytibman, kashnich bargi, kashnich urug'i tursin uyda, kashnich urug'larini ham hamma taomlarga qo'shinglar. Rosa ham zo'r antibiotik bu. Ukrop